Assalomu alaykum aziz podpischilar, hurmatli do'stlar. Xabaringlar bor, yangi Toshkent loyihasida qadrlab turgan stadion bo'limidamiz. Va mana bu bo'limimizdagi birinchi boshlagan blokimizda hozir turibmiz. Bu yerda hozir tribuna qismidagi betonlarimizni qo'yish ishlari davom etmoqda. Va nasib qilsa betonlarimizdan so'ng ya'niki bir oy, 1,5 oylardan keyin issiq chillalar tugagandan keyin nasib qilsa bu yerda skameykalarimizni ham qotirishni boshlaymiz, qo'yishni boshlaymiz. Xo'p, mana birinchi boshlagan betonimizni tribuna qismi, birinchi boshlagan blokimizni bu yerda mana betonimizni maxsus teshiklari orqali bu hozirgi tribuna betonimiz ostidagi o'zimiz quygan lesinsa shaklidagi betonga mustahkamlangan. So'nggida esa har bir betonimizda maxsus teshiklari bor mana shu shaklda. Bu shaklda esa kelib bizning skameykalarimiz boltlari, skameykalarimiz boltlari shunga mahkamlanadi. Buni ko'rsangiz mana ichi rezva shaklda hisoblanadi va kelib boltlarimiz shunda rezvasi orqali mustahkamlanadi. Keyingi bloklarimiz ham asta-sekin ishlar davom qilmoqda. Nasib qilsa hozirda mana 5-blogimizni 4-qavatiga, 4-qavatining pol qismiga to'g'rirog'i beton olish ishlari davom etmoqda. Nasib qilsa orqa tomonda esa kranlarimiz ham, katta maxsus naveslarimizni qo'yadigan kranlarimiz ham yetib keldilar. Nasib qilsa kranlarni ham sozlab olsak, ulardan ham video qilib, ish jarayonlarini albatta ko'rsatib boramiz. Xo'p, bizni hozir mana birinchi bitib turgan blokimizda gazoblok qismlari tayyorlanishi boshlangan, terishlari boshlangan. Mana bu bizni yo'lak qismimiz, proxod, ya'niki odamlar mana shu yerdan kirib nasib qilsa har bir etajimizning ichida, har bir blokimizning ichida maxsus lesinsalari bor. Shu lesinsalar orqali kirib tribunalarga joylashishlari mumkin. Ya'ni chiqib lesinsalar orqali birdaniga 3-etajimizga chiqadilar. Mana bu qismimizga chiqadilar odamlar. Ya'niki kirishlarimiz hozircha bu tomondan bo'lmaydigan bo'ldi. Bu tomonlarimiz vaqtincha yopilib turadi. Asosiy odamlarning kiradigan qismlari mana yuqori tribunalar yoki pastki tribunalarga kiradigan odamlarimiz asosiy mana bu yo'lakdan kirib nasib qilsa maxsus lesinsalarimiz orqali 3-etajimizga chiqib, 3-etaj orqali mana bunday proxodlarimiz bor. Har biri 7-8 metrdan nasib qilsa o'zini o'lchamlariga qarab qo'yib ketilgan. Bu betonlarimizning o'lchamlariga mos keladi. Betonlarimiz standart emas. Har xil shaklda har bitta blokimiz, har bitta oralig'imizga moslab quyiladi. Mana bu proxodlarimizdan kirib nasib qilsa o'zlarining joylarini egallashlari mumkin bo'ladi. Shu shaklda nasib qilsa davom qilyapmiz. Qolgan qismdagi korpuslarimizga ham beton ishlari davom etmoqda. Nasib qilsa avgust oyining oxirida umumiy beton ishlarimizni tugatishni rejalashtirib turibmiz. Hurmatli do'stlar, aziz podpischilar, qo'llab-quvvatlab tursangizlar, nasib qilsa sizlar bilan birgalikda hammasini birgalikda uddalaymiz.